Ona, yuragimni qiynagan gaplarim bor. Aytib bersam eshitasizmi? Yurak xavotirda qiynalgan zamon kimga nima deya o'qtiray ona? Kimlar yaxshi ekan, kimlardir yomon? Millatni qanday qilib qutqaray ona? Inson o'zligini yo'qotgan paytda, qalbda iymonini tugatgan paytda, mehrni oradan ko'targan paytda millatni qanday qilib qutqaray ona? Ilmsiz jaholati yo'lini tutsa, muallim dardini ichiga yutsa, shogirdlar ustozni mensimay qo'ysa, millatni qanday qilib qutqaray ona? O'g'illar otaning gapiga kirmas, qizlar onasining yo'liga yurmas. Ilyos ne qilishini nahotki bilmas. Millatni qanday qilib qutqaray ona? Internet balosi urdi odamni. Kelinlar Instagram qulidir ona. Keyin telefon deb tug'lar go'dak. Millatni qanday qilib qutqaray ona? Qarindosh yo'qlamas. Qarindosh yo'qlamas. Zinhor bir-birin. Mehrni megabaytga almashdik ona. Yaqinlar jigarin kechganini ko'ring. Millatni qanday qilib qutqaray ona? Bittasi vatanni qoralar hamon. Millati u uchunki emishki yomon. Undaylar aslida sotar har tomon. Millatni qanday qilib qutqaray ona? O'tib ketdi cho'lpon. Abdulla Avlon Qodiriy millatni qutqargan ona. Vatan Usmonlarni kutadi hamon. Millatni qanday qilib qutqaray ona? Yozarman, so'zlarim yoqmas odamga. Achchiq haqiqatdir she'rlarim ona. Kerak bo'lsa jonim beradi Ilyos. Millatni qanday qilib qutqaray ona?